Mana bu boshdan betonning holati, boshdan nisbatan iloji yo'q. Yarim kubada tosh tushadi. Mana hozir tosh ajrab qolish, suv ajrab qolish holati yo'q. Umumiy bir butun bo'lib turibdi mana beton. Mana ketyapti. Endi beton harakati sustroq. Nimaga? Chunki tayi to'la armatura, setka bular betonda harakatiga to'sqinlik qilaman, o'zlaringiz ko'rsatishgan. Beton hozirgi obyektda ishlaydigan holatimiz P5 sinfida ishlayapmiz deyarli. 22-23 tonusda. Mana mirjalov.